Mashinam buzilib qoldi. Endi nima qilaman endi? Nima qayerdan topsam ekan? Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz mashinam buzilib qoldi. Azim kerak bo'lib qoldi. O'shani qila olmaysizmi? Bo'ladi. O'zim hal qilib olaman. Nima qilaman endi? Telefon qo'ydim ekan. Alo. Qattasiz? Kela olasizmi? Maslahat ish bor edi. Ozgina zarur bo'lib qoldi, o'shanga yordam bera olasizmi? Bo'ldi, xo'p. Telefon qiladingmi, ha? Telefon qildim. Ozgina maslahat ish bor edi. Mashinam saqlaydi. O'zimni sana sotmoqchi. To'g'ri. Nechta qolasi yo'q? To'g'ri, aytdim. Bo'lmas. Baqa. Hech bilarsan bilan. Oltida ketib qolsa kerak bu. Ani tushib qo'ying. Burxon bekorga chaqirmasdan aka. Ko'pchigimiz jaraq pullarga to'ldirayapsan-ku. Bu xo'roz suvini kamida ikkita donasi. 100 ming xo'roz suvilar-yu. Baraka top Burxon. Endi allashillab 100 ming yilingga olsam, hali sho'rogan ko'ksdagi bozorga sotaman. Hozir mana shunaqa odamlarni aldab pul oladigan zamonda yashayapmiz. Yashayver Burxon. Aytaman bitta gapni o'sha boy zo'rlarga savol javob bitta joyda sen va pulga zorlarga sevgandim beri